Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barli qarindoshlar, Allohning salom va mag'firati barakat olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 28-cho'ng gunoh harom yeyish. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo sura Baqaraning 188-oyatida mundoq deydi: Bir-biringlarning mollarini nohaq yeb olmanglar. İbn Abbas radhiyallohu anhu bu oyatni molni nohaq yeyilish, qerdishining qo'lidagi molni yolg'on qasam ichib elib olishdir deb tafsir qilgan. Ibn Kasir tafsirda shunday bayon qilingan. Boshqalarning melini nohaq yeyilish bunda ikki xil bo'ladi. Biri tortib olish, xiyonat qilish va o'g'irlash orqali zulm qilib yeyilish. Yana biri qimorga o'xshash o'yin o'ynash orqali yeyilish. Sahihul Buxoriyda rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: bir turkum kishilar Alloh taoloning melini nohaq buzib chachidi. Ular qiyomat kuni do'zaxga kiradi. Imom Buxoriy va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Demak, bu yerda boshqalarning melini nohaq yeyilishning ikki turga bo'linganligi bayon qilinadi. Uning birisi takrorlasak, tortib olish majburiy, xiyonat qilish va o'g'irlash orqali zulm qilib yeyilsa, yana biri bo'lsa qimorga o'xshash o'yinlarni o'ynash orqali boshqalarning haqqini yeyilish. Qimor o'ynash, o'yin o'ynash, har xil oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, mana shuning o'zi boshqalarning haqqini yeyilish kiradigan bo'lib, harom yeyishning qatoriga kiradi. Cho'ng gunoh bo'ladi qarindoshlar. Shuningga shunda o'yin tomosha deb qimor o'ynaydigan Uyg'urlar pishtab qo'ydi, pish o'ynaydigan yoki mashinada o'ynaydigan har xil hozirlikqa lotereya deb unda qimorlar chiqib ketdi. Hammasi shu boshqalarning haqqini harom yeyilish kiradi qarindoshlar. Bunga dikkat qilishimiz kerak, bundan jiroq bo'lishimiz kerak. Sahihul Muslimda rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: kishi uzun safar qildi, sochlari chuvoq, ustini chang bosgan holda qo'llarini osmonga ko'tarib, ey Rabbim deb duo qildi. Halbuki uning yeydig'ini haram, ichidig'ini haram, kiydig'ini haram va haram narsalar bilan oziqlangan tursa, duosi qandoqmi ijobat bo'lsin? Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Darimiy va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Mana bu hadisda qarindoshlar nihoyat muhim bir masala bayon qilinadi. Kishi uzun safar qiladi, sochlari chuvoq, usti besh chang to'zon deydi. Ana Allohga nido qilib, yo Rabbim, uni buni tilaklarimni ijobat qil, gunohlarimni mag'firat qil deb tilaydi deydi. Obdan anglaylik qarindoshlar, tilaydi. Halbuki uning yeydig'ini harom, haromni ayirmay yeydi. İçidig'ini harom, haromni ichidi. Kiydig'ini harom, haromdan kelgan pul mol dunyoga kiyim-kechak kiydi. Harom narsalar bilan oziqlangan tursa, mayli haromning pulini xashlasin, mayli haromni bevosita yesin, mayli harom aralashgan narsani tekshirmay, so'ramay yesin. Mana mushundaq ishlarni qilgan odam yana Allohga yo Rabbim deb qo'lini egib ko'tarib duo qilgan bilan uning duosi qandoq ijobat bo'lsin deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda bayon qildi qarindoshlar. Shuningga bu yillardan beri anglab keldik. Toplarda yil bo'yi duo qilamiz, duoning ijobat bo'lgani qana. 2 kun oldim men bir yerda bir topda deb qo'yibdi. Qana o duoning ijobat bo'lgani. Kashkishil duo qilamdi. Deb ma duo ibodatning o'zi deganga qarshi gap qildi.
kechki duo qilamiz degan gap bo'lmaydi. Duo qilamiz. Amaliyot nima qilamiz? Ammo uning sharti mana bu hadisda bayon qilyapti. Sharti harom yemaymiz. Harom ichmaymiz. Haromdan kelgan mol dunyo pulga kiyim-kechak kiymaymiz. Balchaqlarimizni harom bilan kiyindirib, harom bilan boqmaymiz. Harom bilan mashina olmaymiz. Harom bilan telefon harom bilan bu yoq bu yoq ushadigan ishlarni qilmaymiz. Haromdan neri bo'lamiz. Ana shu chaqda Alloh taolo duoyimizni ijobat qildi demoqchi. Haromdan neri turmay, haromga cho'kib turib, ming yil duo qilsa Alloh o duoni ijobat qilmaydi deb aytilmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bunday degan, birovlarning og'ziga to'p silishi harom loqma silishdan yaxshidir. İmam Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. Yusuf ibn Asbat bunday deydi. Birer yigit ibodat qilayotgan chog'da shayton yordamchilariga uning tamoqining nereden kelganligi qaranglar. Agar yeydig'ini haromdan kelgan bo'lsa, uningga tegmanglar. O yerib charchsin, tirishsin. Chunki uni ozdirishga o'zi kifoya qiladi. O haromdan tepib yeganligi uchun tirishchanligi uningga foyda bermaydi deydi. Yusuf ibn Asbatning so'zini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeydig'ini harom, ichdig'ini harom, kiydig'ini harom va harom narsalar bilan oziqlangan kishi haqida duosi qandoqmi ijobat bo'lsin degan so'zni kuchlantirdi. Bir hadisda rivoyat qilinishicha, bir farishta Baytul Muqaddasda kecha-kunduz kimki harom yesa, Allah uning ne nafla, ne farz ibodatini qabul qilmaydi deb nido qiladi deyilgan. Haysami Azza va Jir nomli kitobida naql qilgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu bir quli bilan ma'lum miqdorda pul tepib berish badaliga uni ozod qilishga to'xtamlashdi. Quli har kuni pul yoki yemaklik ilib kelibdi. U uningdan bu narsalarni qayerdan ilib kelding deb so'raydi. Halolligiga qanoatlansa oladi, bo'lmasa olmaydi. Qul bir kuni yeydigan narsa ilib keldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ro'za tutgan edi. U bu yemaklikdan iftorda bir loqma yedi. Biroq so'rashni unutgan edi. Keyin u uningdan bu tomoqni qayerdan ilib kelganligini so'radi. Qul men jahiliyat davrida insonlarga pol ochatdim. Pol ichishni yaxshi bilmaydim, ammo ularni aldaydim. Mana bu shu yo'l bilan qo'lga kelgan tomoq dedi. Buni anglagan Abu Bakr radhiyallohu anhu istama meni halaq qilg'ili tas qolding dedi. Keyin qusish uchun qo'lini og'ziga tiqdi, ammo qusamadi. Biri uni faqat suv bilan qusolishing mumkin dedi. Shuning bilan suv akaldirib ichdi va qusishga boshladi. Oxiri oshqozondagi hamma narsani qusib chiqardi. Biri uningga Alloh sana rahmat qilsin. Bir loqma yemak uchun mushunchalar qilib ketamsan degaydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu uni qusib chiqarish uchun jinim chiqib ketadigan ish bo'lsa-mu qusib chiqargan bo'lardim. Chunki men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haromdan o'sgan har qanday tanga do'zax o'ti eng loyiqdir deganligini anglagan edim. Bu bir loqma yemak tufayli tenimda harom o'sib qolishidan qo'rqdim dedi. İmam Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis. Yuqorida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning harom bilan g'izolangan badan jannatga kirmaydi degan hadisi bayon qilindi. O'lmalar mundoq deydi. Bu hadisning ichiga boysilik olg'uvchilar, omonatga xiyonat qiluvchilar, aldamchilik qiluvchilar, o'g'irlar, nahaq
ish qiluvchilar, poraxo'rlar, taroza va o'lchamda kam berguchilar, melining aybini yoshirib sotquchilar, qimorvozlar, sehrgarlar, munajjimlar, ya'ni yulduzlarga qarab fol ochadigan falchilar, rassomlar, zinaxo'rlar, meyit uchun faryod qilib yig'laydiganlar, sotquchining xabarsiz melini bozorga selib, keyin haqqini oladigan dallollar, o'r kishini setib pulini xajlaganlar va mushu turda pul molga ega bo'lganlarning hammasi mushtir kirdi deydi. Mana bu yerda qarindoshlar qattiq diqqat qilmasa qo'rqinchli gapkan bu. Harom bilan g'azolangan badan jannatga kirmaydi degan hadisning turiga kiradigan insonlarni bayon qilyotdi qarindoshlar. Qattiq diqqat qilishimiz kerak. Ig'ir ishlar, qo'rqinchli bizningki ko'z oldimizda bo'layotgan ishlar ekan bu. Bunga qattiq ahamiyat bermasak, qiyomat kuni hisoblagan bo'lmaydi qarindoshlar. Har bir ishimizda haromni surishtirib, halol haromni aniq ayirgandan keyin yoki yeyli yoki shu ishni qilayli uni surishtirmay qilib qo'ysak, uningki hisobini qiyomatda belgilamaydi ekan. Mana Abu Bakr raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki eng yaqin do'sti, qiynatisi bo'lgan, islomning birinchi payg'ambar alayhissalomdan keyingi birinchi xalifasi bo'lgan zot og'ziga bilmay turib kirib ketgan bir luqma harom tomoqni suvni ichib turib qusib, badandan to'liq chiqarib o'tgandan keyin anandan keyin harom topgan. Masala nihoyat ig'ir masala bo'lg'achqa bu shunday qilgan. Chunki payg'ambar alayhissalom bu hadisda harom yegan badan jannatga kirmaydi deb aniq bayon qildi. Sahih hadisga shunga diqqat qilaylik. Barliq qarindoshlarga darslarimizni Alloh taolo manfaatli qilib bersin. Alloh taolo barliq qarindoshlarimizni hidoyat yo'liga boshlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.